800 so'mdan piyolani qayda ko'rgansizlar ekan? Mana piyolarimiz misol uchun mana shulari, mana bulari 800 so'mdan ekan piyolarimizda. Mana bu likopchalarimizga keladigan bo'lsak 1000 so'mdan ekan. Osh likop yetmaysizlarmi akalar? Mana bu osh likoplarimiz 2500 so'mdan boshlanar ekan. Faqat bular ikkinchi sort hisoblanadi. Mana bularimizga keladigan bo'lsak, oqlari 2500 so'm, bulari 3000 so'm, 4000 so'm atrofida ketaverar ekan. Kosalarimiz ham 5000, 4000, 3000 har xillaridan bor ekan. Undan tashqari bu yoqlarda ham idish tog'larimiz serob. Bemalol kelib ko'rib, xohlasalaring oddiysidan, xohlasalaring madondan, zo'rlardan xarid qilishlaring mumkin. Sopol tog'larimiz ham bor. Misol uchun mana shundan bitta olib qo'yadigan bo'lsangiz, samovaringizga eng zo'r narsa hisoblanadi. Qopqoq bilan 200 ming so'm ekan narxi. Malarimizga keladigan bo'lsak, kattalari 35 ming, kichkinalari 25 ming, 15 ming so'm atrofida. Mana, kelasizlar, xohlaganlaringdan bemalol tanlab olib ketishlaring mumkin. Yo'lda ikkala tomoni to'la idish tovoq, bu yerga kelasizlar, aniq qurib ketmaysizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'ston qishlog'idan bo'lyapti. Bemalol kelib ko'rib olib ketmoqchi bo'lganlar uchun Eldorus Telegram kanalimizga, gruppamizga lokatsiyalarni tashlab qo'yapmiz.